Siz yana Abduhamidov videosiga kirdingiz. Bu videoda to'g'ri versiyasini o'ynab ko'raman. Bu hozir ko'rinishimni o'zgartira olaman. Bu albatta ukam bilan o'ynayman. Hozir qolgan ko'rinishim shu. Bo'ldi, yana bitta Erangel bosib chiqamiz. To'g'ri versiyasida bitta o'ynab ko'ramiz. Xullas, bu bizning komandadagi odamlarimizning ko'rinishi shunaqa. Xullas, ukam bilan men Yasin Polyanga tushishga qaror qildik. O'zi Pachinkiga ham tushmoqchi bo'ldik, lekin Pachinkida event qo'shishmabdi bu safar. Sal qanaqadir grafikami yaxshiroq bo'lsa hozir to'g'rilab oling. Men battar qildim. Pulni otishyapti, lekin men uncha ko'rmayapman odamlarni. Help! Yo, menimcha bu umuman odam bo'lmasa ham kerak. O, ayoqda otishyaptimi deyman uzoqda. Excellent work. Help! Form up on well done. Marked a location. Boot, okay, standard. Help! 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 Watch out! Help! Help! Qanaqasiga jonim ketdi? Voy. Yo, lekin o'zi hozir men polni otdim. Men otganimda umuman o'qiraga qamadi, lekin ular otganida chiqmayotgan bo'lsa ham raga qildi. Internet ham qotmayapti unda. Siz ham odam topolmaysizmi? Ha, men umuman odam topolmayapman. Ya'ni aytib o'tmoqchi edim, mana bunaqa yangi narsa qo'shilgan. Xullas, mana bunaqa bo'ladi. Keyin buni bosiz qarang nima bo'ladi. Bitta bosasiz, bo'ldi. Vash tez yugurib ketasiz ozgincha muddatga. Lekin bu ham vash kerak narsa. Misol uchun ochiq joyda bo'lsangiz, kimdir pritselde uzoqdan otayotgan bo'lsa, daraxt yoki bekinadigan joyi oldiga borgungacha shuni otsangiz bo'ladi. Brat, tushib turing. Ukam bilan biz ketamiz. Tushing, brat. Vash tushmas ekan. O'zing mashina qidirarsan, xullas men bilan ketdim men. Yoki ketmadim. Bu haydamasa kerak. Nogironlar yurmaydi. Haydashni ham biladimi o'zi? Yo'q, bilar ekan. Kech bo'lsa ham endi tefot demiyasiga.
Bu qayergadir olib kelyapti-yu. Menimcha bu yerda boss bo'lsa kerak. Anaqa mashina aytishuvdi videoda. Boss mashina bitta boss qo'shildi deb. O'sha bilan otishasizlar. Menimcha o'shanga chiqib ketdi bu. Men chiqa olmayman, mana endi chiqdi. Sherigim kelishi bilan boss uni farishtaga aylanib narigi dunyoga jo'natib yubordimi? Ortdan o'zim ham borchi, balkim tepada bo'lar boss. Aka qo'ya qoling, hozir sherigingiz orqasidan ketasiz ham uchib. O'zi o'shan shuni ham shu yoqqa kelyapman-ku. Bu ash tepaga chiqib qoldi-ku. O'liklar ham yaxshi ekan, lekin o'zimga kerakini olib bo'lganman desam, elitaliklar chiqdi. Bu tepadan krisali qilishga qulay ekan, lekin bu safar bekinib otishmoqchi emasman. O'zi odam ham topa olmayapman. Men qanot senga kerak bo'lsa ol. Uzoqdan mashina kelyapti. Menga yaqinlashyapti. Bola faqat osonlikcha urib ketmoqchi bo'ldi. Orqamdan ham otishyapti yetmaganiga. O'zini ko'taradigani bor ekan. Kakrasan u qaytib ketdi-da bechara. Ana kakrasan uni kerak bo'ladi. O'zi yetib turib, mana shunaqa to'satdan otib qo'yotganda bekinishga qulaydi. Hozircha bo'lmaganda menimcha o'lardim. Barakalla, bitta ham o'q qiza olmadim. Unga ham barakalla, u ham jinnimi deyman, hududga ketaverdi. Barakalla, ukan hammasini jonini chaki, mashinasini portlatib yubordi, sen kelib kilchop. Nima? Nima qanaqa bo'lib qoldi? Tushunmadim, chitmi bu hozir? Men hozir tutunni edi, tutundan bekinib qanaqadir yo'q bo'lib qoldi. Jonim ketyapti. Jonim ketdi, o'zim ko'tarayotgandan ham jonim ketyapti. Bekinib o'ynama, hamma qanaqadir chitdir ekan. Bu anaqani mashinaning orqasidan ham urib qo'yapti. Uji keldi. Ot. Sen ham o'lib qolding, men ham. Bo'ldi, o'yin tugadi. Keyin bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Hozir men o'lib qoldim, to'g'ri. Unaqa top 1 ola olmadim, lekin bizani o'tgan videolarimizda yaxshi o'yin bo'ldi, top 1larni oluvdim. Normalniy prosmotrlar ko'pchilik ko'ryapti. Misol uchun 500 ta odam, 900 ta odam ko'ryapti, lekin 20 ta, 20 ta mana shunaqa like bo'lyapti. Bu degani 10% odam ham like bosmayapti, 5% odam ham bosmayapti degani. Chunki 5% odam bosganda ham hech bo'lmasa 25 ta like bo'lish kerak edi. Sal ko'proq like bosib qo'yinglar, menga obuna bo'lginglar kelmayotgan bo'lsa ham ko'ryapsizlar, yaxshi mehnat qilyapti. Shunga like bosib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi. Undan ham yaxshiroq video chiqarishga harakat qilardim.